Eriz o'zidan o'zi zo'ravon bo'lib qolmaydi. Bunga bir qancha psixologik sabablari bor. Birinchi bo'lib, siz erga shans bergansiz. Ya'ni uni birinchi bo'lib turtganini inobatga olmagansiz. Turturadi-de, keyin sal qattiqroq itarishni boshladi sizni. Unda ham shunaqa-de, o'zingizni hech qanaqa himoya qila olmadingiz. Afsuski, hozirgi yoshlarda bu odat ko'payib bormoqda. Hattoki faqat urush emas, mana hozir juda ko'p eshityapmiz. Pichoq sanchib tashlash, jonini chiqarguncha urib, boyga ayolni nogiron qilib qo'yadigan erkaklar ko'p. Buni oldini olish uchun, ayniqsa yosh kelinlar, erkak kishi ayolni psixologik holatini o'ziga o'rgatib olguncha birinchi bo'lib turtib ko'radi, keyin itarib ko'radi, keyin sekin urib ko'radi. Hech qanaqa unga nisbatan menga tegmang, meni urmang demagandan keyin nima qilishni bilmaydi-da, erkak kishi endi ursam ham bo'ladi degan xulosaga keladi. Agar sizni erkak kishi bir emas, bir necha marta turtishni boshladimi, itarishni boshladimi yoki sekin-sekin urishni boshladimi, birinchi bo'lib erkakni otasi yoki onasiga, agar ota-onasi yo'q bo'lsa, akalariga aytib ko'rish kerak. Meni turtishni boshladilar, meni urishni boshladilar deb. Natija bo'lmayaptimi? O'zingizni oila a'zolaringizga ayting. Himoyasiz ayolga har qanday erkak urishga o'zini loyiqman deb o'ylaydi. Boshqa erkaklarga qo'l ko'tara olmaydigan erkak ayolni urib sindiraman deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri tushuncha. Shuning uchun o'zingizni himoya qilishni o'rganing.